Afg'oniston juda xatarli joy. Yo'qdagilar hammalari kalla kesar deb men ham shunaqa o'ylaganman birinchi marta borganimgacha. Lekin borganimdan keyin yo'qda mehribon insonlarni, juda ham mehmondo'st xalqi va eng asosiysi, endi biz o'zbekmiz, soqqa qilishni o'ylaymiz, bo'm-bo'sh bozorni ko'rganman. Aynan shu sabab Savdo sanoat palatasi bilan birgalikda Muzaffar akamiz boshchiliklarida biz bugun Afg'onistonga biznes karvoni bilan boryapmiz. 80 tadan oshiq biznesmenlar 20 tadan oshiq mashinada yo'limiz davom etadi. Meni kuzatadigan tadbirkorlar juda ham ko'p. Hoziroq yozib oringlar, qaysi sohada siz ishlaysiz, qanaqa ishlab chiqarishingiz bor. Xullas Afg'oniston bozori sizga qiziqmi, yo'qmi? Nimalarni sizga ko'proq yoritib beraylik, bozorga xullas kirib olishingiz uchun va biznesingizni boshlashingiz uchun. Kommentariyada yozib qoldiringlar, hammasini birma-bir o'zim o'qib chiqib, inobatga olib, kontentlarni olib joylayman. Savol aka, juda bir muhim savol bu. Qaysi chegaradan o'tamiz? Hayraton chegarasi. Hayratondan o'tkazadimi bizani? Bu safar Afg'onistonga borganimizda Hayratondan o'tkazmaganda, Tojikistondan Afg'onistonga o'tganmiz. Xullas, yarim soatlik yo'lni 500 soat bosib o'tganda. Hozir vaqtda o'tib ketamiz Hayratonda. Mana Farid aka do'stimiz bizni olib yurishadi. Hozir Afg'onistonga o'tib ketishyaptilar. Zo'r. So'mkada bir so'mka pul olib keldim, ko'ring, biz hammamiz. Aka, qani? Voy mashalloh. Buni keyingi videoda ko'rsataman. Aka, Afg'onistonda nima yangiliklar bor? O'tgan yilga nisbatan. Tadbirkorlar ko'p kelgan har yerdan. Bizning o'zimizning biznesmenlarimiz narsa jo'natishmoqchi bo'lsalar, aynan nimalarga talab ko'p? Afg'onistonda unga talab ko'p. Un, Keyin sement talab ko'p. sement, Yog' talab bor. yog'. Choy talab ko'p. Yog' qanaqa sortlari endi? Demak, semichka yog'lar ketadi, paxta yog' ketadi. Ko'proq semichka yog'. Semichkalarga ko'p talab ekan-a? Ha, shu. Arzon, o'sha 100 grammlik kichkina pachkachalar bor-ku. Shunaqa. Xullas, ishlab chiqaruvchilar bo'lsa agar bemalol yozinglar, aloqaga chiqinglar. Maksimalli qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Aka, katta rahmat. Aka, xush kelibsiz aka. Boringizga chiqing. Obuna bo'lib qo'ying. Juda ham qiziq ma'lumotlar. Afg'oniston bozori haqida juda ham ko'p ochilmagan kartalarni Muzaffar akam boshchiligida ochamiz inshaalloh. Birgalashib. Ha, nasib bo'lsa. O'tabek aka ayvaz, Abu sayohatchi, hattoki meni ham Afg'onga borganimni mana shu ikkita akamiz bir tiyin qilyaptilar. Muzaffar aka, qayerlari bilan o'ylab Onyx va Cobaltda Afg'onga borib kelmoqchilar. Ariq yaratishyapti bular aka. Endi ayblarini ochmoqchiman. Borib keladi. Garantiya. Aka, nimaga ishonib boryapsiz hozir? Prosta Cobaltni yumshash uchun Cobaltga ketyapmiz. Ishonasizmi shu borib qaytib kelishiga? Borib keladimi? Salgina ishonmayapman-da, kommentariyada yozib yuboringlar. Borib kela oladimi shu mashina? Bu mashinalardan tashqari Muzaffar aka 20 ta mashina. 20 ta avtomobil qilganmiz. Hozir shuni shartini ham aytib ketaylik. Hozir ham aytdim-da, o'qib aytyapman. Hamma o'z avtomobilida bora oladi, bora olsin degan maqsadda shunaqa qildik. Faqat katta mashina emas, kattasi ham bor hozir avtomobillar, kichkinasi ham bor. Hamma o'z avtomobilida, xoh Damas'ingiz bo'lsin, xoh Gentra'ngiz bo'lsin, boring, bemalol bora olasiz. Ha, ko'ngillarni to'q qilib gapirayotganlarning sababi men bu mashinani olganlar. Mabodo to'xtab bo'lsin, tortib sudrab yurib ketamiz aka. To'g'ri. Xullas, obuna hoziroq bosib qo'yinglar, kuzatib boringlar, juda ham qiziq bo'ladi. Aka, menga ishongim kelmayapti borib kelishga. Shu borishga borasizlar aka, qaytishda pechkon qaytasiz deb o'ylayapman. Eksperiment Nodir aka birga qilamiz. O'zingiz guvohi bo'lasiz aka. Xullas, fikringlarni kommentariyada yozib boringlar. Biz Afg'onistonga bosdik xullas. Voy bu aka, bu maxluq nechta benzin ichadi? Kayfiyatingizga qaraydi. 100 taga mana trassada nechta ichadi? O'rtacha. Qarama, bir 20 ta yaxshi holatda ichadi. Yaxshi holatda 20 ta. Bu endi yaxshilashgani sari ko'tarilib borar. Kayfiyatingiz yaxshilashsa bu 40 tagacha ko'taradi. 40 ta. 40 ta rasot qiladi. Ayyo, jetavrimiz yaxshi ekan aka, shu 7-8 litr bilan ketaveryapmiz biz. Jetavrda orqasiga yuklab olsa bo'ladi buni. Bu katta mashina-da, endi haqiqatda katta o'zi bu. Tushunishinglar uchun 20 tadagi mashina hozir hammamiz mana Instagramga kirib olinglar. Hamma videolar, hamma tadbirkor akalarimiz aynan shu joyda ko'rasizlar. Xullas, juda ham zo'r bo'ladi. Sayohatimizni boshladik, bismillah deb. Hamma mashinadan bor aka. Shunaqa qildikki, bitta o'zimiz bo'lmaydi. Masalan, hammada ham katta mashina yo'q. Hamma o'z avtomobilida bora olsin degan maqsadda hamma kim qanaqa mashina bo'lsa kelaveringlar dedim. Men Damas ham xohladim, Damas topolmadik.
Damas yo'q, lekin Cobalt bilan Gentra'ni ko'rdim. Bor, Onyxlar bor. Mana Onyx. Onyx mana. Onyx, Lacetti mana. Ani yoqda Cobalt. Xullas hamma mashina bor. Hammasidan bor. Xullas videoni kuzatinglar. Hammasini birma-bir joylab boramiz. Nima deb o'ylaysizlar? Shu Cobalt, Onyx, Lacetti'lar yetib boradimi Afg'ongacha?